Rahmet obunachilar. Qanaysizlar bu vaqt vaqt tinchmi? Xo'sh, men kun yo'q bo'lib ketganimga sabab masalan, birinchidan men telefonim buzilib qolgandi, ikkinchidan esa maktabga, shuningdek kurs degandek men azoblarga kelasam, endi esa ikkasiga ham tupuradigan vaqt keldi. Xo'sh, aytgancha obunachilar, men bitta qiziqaman. Oramizda men eng ko'p ko'radiganlarni yoshi qancha? Mana masalan, meniki 16 demoqchi edim-ku, shu payt akamniki 16. Meniki bo'lsa, 13 yoshdaman. Xo'p, hozircha mana ancha obunachilarim yig'ilib qoldi. Xo'sh, obunachilar, agar meni asosiy maqsadga yetadigan bo'lsam, shu videodan keyin 10 ta obunachi bo'lishimiz shart obunachilar. Lekin iltimoslardan u emas, necha edi, xo'sh, xullas o'zim chiqib qo'yaman. Nechiligini agar desam avtor chiqib qo'ydi, chiqarmagan bo'lsam, uzr, o'zim ham esimga yo'q. Xo'p, obunachilar, biz bugun qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Masalan, birinchisi uyimizni bitirib olish. Bizga birinchi o'rinda tayin taxta bilan to'ldiramiz. Strategik maslahat uchun nimadan maqlamoq? Bizning sinfdagilar maktab yana boshqa sinf bolalariga ham xuddi tadbir bo'ldi. 25-may maktab tugatdik va nihoyat o'sha azobli joylarni qutuldik. Ko'pchilik agar kimlar meni fikrimga qo'shilsa, ular darhol like bo'lsin. Agar kimlar meni fikrimga qo'shilmasa, maktabni sog'indim desa, like bo'lsanglar. Xo'sh, qani kimlar maktab umuman kiradi? Masalan, men like emas, конечно, obuna bo'lsam bo'laydi. Chunki maktab o'zi jonimga tegib ketdi, shu maktab deb sizlarga video chiqarmoqchi edim. Ko'pchilar ba'zilar ujima kulganday obuna o'chirdi. Endi insof bilan da unaqa qilmaydi obunachilar. Xo'p, biz vaqt cho'zib o'tirmaymiz. Bu videomiz 14 minut bo'ladi. Qayt qilib ko'rasizlar obunachilar. Bizga bugun qishloq emas, uyimizni bitirib olishimiz kerak. Bizga birinchi navbatda kerak bo'ladigan bitta narsa bor. Biz qancha hozir qumni olamiz derazalardan. Agar hozircha biz qishloqdan derazalarni olamiz degan bo'lsang, lekinda hozir o'ylab o'shanaqa deb o'ylab ko'rsanglar, masalaga tushuntirib o'taman. Silk touch, ya'ni patak tegish sehri. Ko'pchiliklar sehr qilsa, xuddi ana shunaqa sehrda creeper mayli keyinroq hozirchalikda qaydan Silk touch, ya'ni o'ydan kelib qolganlarga aytib o'taman. Iltimos, Yupiterdan balki men sehrlash bilmayganlar unaqa qo'l qilsa keldi. Xo'sh, xullas biz birinchi bo'lib liboy kerak. Biz qildik. Bizga birinchi bo'lib liboy kerak. Masalan, mana nezirtli. Lekin esa Silk touch sehrini saqlanish kerak bo'lgan. Bizga qattiqgina ko'proq daraja, masalan, Silk touchni bir qo'yamiz va buni bir bilet daraja. Masalan, Silk touch sehrlangan ajoyib kerak qo'limizda foyda bo'ladi. Xo'sh, biz birinchi o'rinda Silk touch, esa biz Silk touch sehrlangan bilan o'ylasak, oddiy toshni o'zini o'ylamiz. Senga xuddi bir unaqa yo'qkan. Bu bilan ishlash kerak. Ishlagan. Bizga endi esa tushunmaganlar tushunib bo'ldi. Endi esa keyingi navbat o'yinga. Maroqli tomosha tilayman. Xo'sh, ana o'yinga kirib oldik. Yana sizlar bilishingizdan chiqardim uchun. Xo'sh, endi esa qanday olamiz? Birinchi bizga kerak bo'ladi. Kerak bunda bor. Biza qishloq kerak bo'ladi. Lekin men bunaqasi emas. Kitobxon qishloq kerak. Yana Silk touch bilan derazani kovlamoqchiman. Lekin afsuski mana Silk touch hozirchalikda yo'q. Hatto zumradlar ham yo'q. Bizda birinchi o'rin zumradlarni terib olish uchun endi bizga samon kerak bo'ladi. Lekin men ish yo'qman. Xullas, bizda ana derazani qurish kerak. So'qman cho'l topishga ketdi. Sahro yonimizda ekan-ku. Mayli, ketdik o'sha sahro tomon. 1 2 bitta 2 hozirchalik 6 yana. Hozir obunachilar. Oppa yo mayo. Qo'l chasab ketdi. Xo'sh,
Boshqa mana video chiqqandan uchun ham zerikib qoldim. Chunki zaman boshqa kishilar qo'lida animatsiya ham qildim, lekin sizga animatsiya monsterdek chiqdi. Shuning uchun men animatsiya qilolmayman. Ko'pchiliklar animatsiya qilishni xohlasa kerak, lekin animatsiya qilishni bilmayman. Ya'ni SFM dasturi uchun menga kompyuter kerak bo'ladi. Men avvaldan animatsiyani SFM dasturidan qiladim. O'zaro animatsiyani tashlab qo'ydim. Bu telefonda olyapman. Ya'ni ba'zi eski igroklar obunachilar bilsa kerak. Mana avval kompyuter o'ynaganman. O'sha kompyuter afsuski hozir buzildi. $1000 kerak deb taxlash uchun. Juda ham yomonman. Hozir bu kanalni kuchaytirib, shundan keyin qaytib ko'rmasligim mumkin. O'sha obunachilar nima uchun ko'p yo'qolib qoldim deganlarga javob shu albatta. Telefonim buzildi, 250 ming so'm taxlatib keldim. Albatta endi 1000 obunachi bo'lishni ham niyat qildim. Chunki qachonda biz niyatimizga yetib 1000 obunachiga erishsak, mumkin ham zo'r bo'lardi. Chunki men agar 1000 obunachidan keyin bunga efir qilishim mumkin. Masalan, ko'pchilik kutganda men ilk obunachidan jonli efir chiqaman degandim, lekin bu yo'lda akkaunt banga kirib ketdi 10 kunlik. Shuning uchun ham tezroq toshib olaymiz. Mana toshib olayapman. Mana toshib olayapman deganda mana umuman mana umuman ham yo'q. Ya'ni nima edi? Kirkan unaqa pechkam yo'q. Xullas. Toshdan turadigan pechkam yo'q mana. Pechka tashishsa mana shunchalik men qarasa o'sha konda qolib ketib pechkalarni. Tagiga daraxt, tepasiga esa qum tiqamiz. Tezroq bo'lish uchun ana sizlarga Wi-Fi. Agar sizlar qumlarni tez pishishni xohlasangiz, ikki bo'lakka bo'lib, buni ham shunaqa qo'yinglar. Nima uchun bunday foydasiz degan desalar, bu ikki karra tezroq pishadi. Xo'sh. Hozir nechta o'yna kerak bo'ladi? Bizlar hozir maksimum 25 ta bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Voy блядь. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Oho! Ahvolcha to'q. Yana 8 ta yetmayapti. Endi qum. Jo'ralarni qulay esma chiqib qoldi. Qum yetishmayapti. Mana xullas men xuddi bir oddiy videolarimni stream qilib qo'ygan o'shalarni shu videolarni. Birinchi streamni 1000 ta obunachidan keyin chiqaraman demoqchi edim shuni. Yo'qxonada bo'ladi stream. Balki zalda yaraydi. Yo'q, unaqa mishuguradigan zalda emas, men unaqa bampachman emasman. Mishuguradigan zalda emas obunachi. Unaqa o'sha mehmonxonada bo'lishi mumkin. Men ko'pchilik videolarni mehmonxonada ko'raman. Chunki uyda tinch bo'laman. Bolar o'ylar juda ham ko'pligidan uyda tinch bo'lmay qolishim mumkin. Yo'q, men bu mayda kattalar janjalga solib beradi demayman. Shunchaki men ukalarim juda ham afo beradi. Agar ko'pchilik telefonni ko'rgan bo'lsa, o'sha men ukam bilan birga ukamni o'sha faqat janjal qiladi, men bilan birga video chiqaring deydi, lekin telefonim buzuq bo'ladi bechorani ham. Mana o'tiq bilan kavladi ekanlar, hali ehtimolga qarshi. Tomni ham balki o'ylagan qilish mumkindir, lekin shuncha qilgan tomim. Mana hozir tupramiz tomga. İştolları agar adashmasam men senga o'yinta beraman seni. Senga ham aka pechkada ham daraja olish mumkin. Faqat bu juda ham sekin, lekin-da zombilarga qarshi. Shuncha daraxt kovlabman, lekin bironta ham zombilardan himoya qilish kerak. Bitta gitti. O yo'q. Yo'q xabar. İşler bo'ladi 5
chiqarmasak bo'ladi. Chiqarmasak bo'ldi. Mana bu xas muhim emas. Biz uxlab yurish kerak. Yo, uxlasa bo'lar ekanmi? Faqat bir vaqt emasmi? Mayli, hay. Mecbur qo'llik berbo'yicha ko'pchilik mana skinimni rekerni skin ko'rsatadi. Yo'q. Men odamman, reker esa qanaqadir nimadirda eksperimentmi? Skin shunday edi, rekerlar. Men g'alati. Men tojim o'xshamaydi. Hattoki rekerning toji kumushdan meniki esa oltindan. Chunki men bo'yman. Men u bilan reker gapi demoqchi emasman. O'zim reker bor puliga toj emas, kimni u. Rekerni kiyimi qancha desanglar, tajman kiyimdan ham qimmat. Taxminan 100 ming, 200 ming dollar atrofida. Shuncha pulni reker qayerdan oldi desangiz, u bechora reker kondishadi. Qachon qaytaykan o'sha afsona? Qachon qaytaykan? Yana bizani Minecraftni o'sha o'zbek auditoriya seni kuchayadi. Keyin balki menga ham stream qilishga ruxsat beradi. Reker qayta serverlarda o'rnatiladi. Agarda sizlar ham shu rekerni qaytishni xohlasangizlar, iltimos kommentariyaga reker qaytsin deb yozib qoldiringlar. Men hamma kommentariyalarni o'qiyman hamda reker jonga iltimos qilaman. Qaytsin. Men obunachilarni xohlayapti deyman. Agar kimdir rekerga obuna bo'lmagan bo'lsa, darhol unga obuna bo'linglar. Qani deysizlarmi, shunchaki reker deb yozinglar chiqadi. Unga kirib obuna bo'linglar. Mana sodiq obunachilarim ichida tekin tomoq bo'llar, brother. Matematika tomoq deyman, chunki ular meni videolarimni men obuna bosmasdan, like bosmasdan ko'radi. Endi o'ylar o'rtoqcha. Ana shu kriterlardan da-ku. Nega studiyoga borib aytaymi? Minecraft emas, даже Mojang studio. Borib aytishim kerak. Men bu creeperlarni yo'q qilsin, zay balam qilinadi. Xo'p, mayli, biz bugun nima qilamiz? Ancha mob to'playmiz deb kelishgandik sizlar. Boshqa nihoyat buni. Lekin men qanaqa mob to'plamayman-ku. Hozir mob ko'ramiz. Keyingi mob to'plashimiz uchun biz yo'q. Boshqa iloji yo'q-ku. Armadillo, unga ham boshqa iloji yo'q. Axolotl. Chota yo'q. Mayli, obunachilar, hozir video juda ham uzun bo'lib ketmasligi uchun juda ham ko'p moblar berdim. Sizlar bilan hech narsa qilishga ulgurmagandim. Men hamma unaqa moblar yig'ib kelaman. U video cho'zilishi ham mumkin-da. Obunachilar, men ham o'zim buni kutmovdim, lekin juda ham qiziqarli narsa topdim. Sizlar ko'rsam, vashshi zo'r narsa ekan. Mana obunachilar, nima topdim deb o'ylaysiz? Men kuchli. Даже Minecraftni bittagina o'zi qaqshatib qo'ya oladi, ya'ni qo'lni qaltiroq qilib qo'yadi. Ya'ni hamma bilgan bechora legendarniy kachokni Warden. Ya men cheater emasman obunachilar. Men просто Conandan keldim. Conan kelgan paytim esa Wardenning qalasi bor ekan. Aytsam ishonmaysiz. Keyingi qismda o'sha Wardenning qalasiga sizlar bilan birga tushib ko'ramiz. Warden yo'q qilmaymiz, просто sizlarga ko'rsataman. Ishonmay qo'ymaysiz. Men Warden o'tdim, lekin Wardenni o'sha bir olishim bilan tezak qo'pida surib ketdim. Shuning uchun ham bizda Warden endi ochiq ana. Ana bizda endi ochiq titanlardan bittasi Warden bor. Warden to'g'ri, ishmat to'g'ri. Hammam tihari to'g'ri bu. Biz uroni qancha ekan? Uroni ham qo'shganmi? Mana qo'shgan deb. Warden uroni chiqaverganmi-ku? O'zini o'zlari shunaqa Warden uroni o'zgartirganlarmi? Obunachilar. Warden uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing obunachilar. Like bosinglar, o'zi olmishdagi kichkina qo'ldi. Mayli, sog' bo'linglar. O'sha tekin tomoqlar va mana eng qadrdon blog o'ylam. Sog' bo'linglar. Ya'ni sog' bo'ling demayman, ya'ni xayrlashmayman. Shunday ko'rishguncha tilib qolaman. Keyingi videogacha blog master o'ylasi xayr.